eng katta ne'mat. Tinchlik bor ekan, biz bemalol ibodat qila olamiz. Tinchlik bor ekan, xonadonimizda fayz bo'ladi, barakot bo'ladi. Tinchlik bor ekan, to'y tomosha bo'ladi. Bolalarimizning yuzi doim tabassumda bo'ladi. Shuning uchun ham bu ne'matni qadrlamoq kerak. Hattoki azizlar, mo'min musulmonlar bu dunyodan o'tib jannatga dohil bo'layotganda ham Alloh taolo jannatga omonlikda kiringlar deb marhamat qilar ekan. Hatto jannatga kirishlikda ham u jannat omonlik, tinchlik, osoyishtalik makoni ekanligini ko'rsatadi. Tinchlik bu salomdir azizlar. Arabchasiga salom deydi. Shuning uchun ham dinimiz ayni mana shundan olingan. Islom so'zi ham ayni tinchlikdan olingan. Tinchlikni agar qadriga yetmasak, Alloh taolo mana shu tinchlikni olib qo'ysa, Alloh saqlasin, buning uqubati juda yomon bo'ladi.